Abduqodir Husanov Jahon chempionati oldidan Nyu-Yorkka yetib keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Jahon chempionati oldidan o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka yetib keldi. AQShda milliy jamoaning navbatdagi tayyorgarlik bosqichi boshlanmoqda va terma jamoa a'zolari mundial oldidan muhim yig'inlarda ishtirok etadi. Video lavhada Husanovning aeroportga yetib kelgani, uni UEFA vakillari kutib olgani aks etgan. Futbolchi yaxshi kayfiyatda ko'rindi. Muxlislarga qo'l silkib salom berdi va o'ziga sovg'a qilingan oq bo'ri ramzidagi yumshoq o'yinchoqni ham qabul qilib oldi. Bu lavhalar milliy jamoa atrofidagi ruhiyat ko'tarinki ekanini ko'rsatadi. Abduqodir Husanov O'zbekiston milliy jamoasi himoya chizig'idagi eng muhim futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning jismoniy kuchi, tezligi, yakkakurashlardagi ishonchi va katta o'yinlardagi tajribasi Fabio Cannavaro jamoasi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa Jahon chempionati kabi yuqori bosimli musobaqada Husanovning tayyorgarligi alohida e'tiborda bo'ladi. Nyu-Yorkdagi yig'in milliy terma jamoa uchun nafaqat jismoniy, balki ruhiy moslashuv nuqtai nazaridan ham muhim. Futbolchilar vaqt mintaqasi, iqlim va yangi muhitga ko'nikib borishi kerak. Mundial oldidan har bir mashg'ulot, har bir nazorat o'yini va har bir taktik mashq jamoaning umumiy tayyorgarligiga ta'sir qiladi. O'zbekiston terma jamoasi tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etadi. Shu sabab har bir futbolchining AQShga yetib kelishi va yig'inlarga qo'shilishi muxlislar uchun alohida voqeaga aylanmoqda. Husanovning safga qo'shilishi esa himoya chizig'idagi ishonchni yanada oshiradi. Qisqasi, Abduqodir Husanov Jahon chempionati oldidan Nyu-Yorkka yetib keldi va milliy jamoa yig'iniga qo'shildi. Endi asosiy vazifa mundialgacha maksimal formaga kirish, jamoaviy uyg'unlikni kuchaytirish va katta sahnaga tayyor holda chiqish. Oq bo'rilar uchun tarixiy safar boshlandi.